Hammaga salom. Hozir sizlarga ham ulashgim kelib qoldi. Yaqinda bir iqtisodiy sud bilan anaqa bo'lganda, iqtisodiy sudda bitta holat bo'lib qoldi. Har doim ham sudyalar o'zini fikri bilan fikr yuritadi sudda. Lekin bu yerda bitta qiziq holat. A korxona bilan B korxona, tushunasizmi? O'rtasida jo'natilgan 3 tomonlama shartnoma tuzilgan, yana S korxona ham bor. Shartnoma shunaqa bo'lganki, A korxona B korxona bilan bitta raqamli shartnomani 3 tomonlama qilyapti, lekin bittasiga alohida jo'natyapti, ikkinchisiga ham alohida jo'natyapti. Va bittasi alohida qo'l qo'yib beryapti, ikkinchisi alohida qo'l qo'yib beryapti, lekin qo'l qo'yilgan. Endi sudda shunaqa holat bo'ldiki, bu 3 tomonlama shartnoma ikkalasi ham qo'l qo'yishi kerak edi va hozir men sizni shartnomangizni qo'l qo'yilmagan deb hisoblayman va shartnomangiz tuzilmagan deb hisoblayman deb aytdi bitta sudda. Do'stlar, agar shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, qonunda sal boshqacharoq yozilgan. Shartnoma tuzilmagan deb hisoblash uchun shartnoma вообще-то ham og'zaki ham tuzilishi mumkin, ham yozma ham tuzilishi mumkin, tushunyapsizmi? Uni yozma tuzilmaganligi, bu shartnomani yozma tuzilmaganligi, ya'ni kimnidir narigi tomon B tomon qo'l qo'ymaganligi unga, u tuzilmadi deb hisoblashga hali erta. Buni bitta shu narsaga qarab turib shartnomani tuzilmagan deb xulosaga kelish uchun erta, chunki shartnoma og'zaki ham tuzilgan bo'lishi mumkin. O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 109-moddasida demak, unga shartnomaga oddiy yozma shakliga rioya qilinmasligi uni haqiqiy emasligiga olib kelmaydi. Tushunarli? Bu yerda mana xatosi. Ya'ni bu shartnoma bo'yicha xizmatlar ko'rsatilgan. Ikkinchi tomon bunga pul ham to'lagan, 50% ni to'lagan. Sud bu holatda shartnoma tuzilgan deb topishi kerak edi. Nima uchun? Chunki bu shartnomaning tuzilganligini isbotlaydigan to'lovlar, to'langan kvitansiyalar bor va xizmatlar qilingan. Va bu holatda shartnoma tuzilmagan deb hisoblash bu juda ham bir qo'pol xato deb bilaman. Shuni yetkazib qo'ymoqchiman.